Xo'p, hurmatli o'quvchilar, demak, sertifikat savollarini tahlilini ko'rishda davom etamiz. 28-fevral 2-smenani, demak, 15-savoliga yetib keldik. Mana bu Telegram kanaliga o'tib oladigan bo'lsak, savollarning fayli joylangan. Ya'ni shu savollarning faylini ko'rib, biz mana bu yechimni ko'radigan bo'lsak, yaxshiroq tushunamiz. Bemalol kirib, ulanib olib, savollarni tahlil qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 15-savoldan davom etamiz. 15-savolda nima degan ekan? Tenglama berilgan, mana bunaqa tenglama berilgan. Tenglamaning haqiqiy ildizlari nechta debdi. Buni ishlaymiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'ylab o'tirmasdan, misol uchun x o'rniga 0 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, qanoatlantiramiz. 0 ni qo'ysak, bu yerda 2 chiqib qoladi ikkalasidan. Bular 0 bo'ladi. Mana bu 0 bo'lib, logaritm 5 asosga ko'ra 1 ni kvadrati bo'lyapti. Bu ham 0 bo'lib qoladi. Natijada 2 ni 2 ga bo'lsa 1 chiqib keladi. Bitta ildizini 0 ga tengligini shunday ko'rsak bo'ladi. Lekin umumiy bu yerda haqiqiy ildizlar nechta degan, shuning uchun umumiy yechimga o'tamiz. Umumiy mahraj berib yuboramiz. Demak, ildiz osti hamda logaritmdan berib ko'paytirib bu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. 4 minus x larni demak bir tarafga olib o'tsak ayrilib ketib qoladi. Ular yo'qoladi. Ildiz osti ifodani logaritm tarafga olib o'tib bu ko'rinishda yozib olamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, logaritm demak kvadrati borligi uchun bu har doim nomanfiy son chiqib keladi. 0 yoki undan katta bo'ladi. Bu ham juft darajali ildiz bo'lyapti. Demak, 0 dan katta yoki teng bo'ladi har doim. Ikkita musbat sonni, ya'ni 0 dan katta bo'lgan sonlarni qo'shsak 0 chiqmaydi hech qachon. Shuning uchun alohida har biri 0 bo'lgandagina yig'indisi 0 bo'la oladi. Shuning uchun 0 ga tenglashtirib ishlaymiz. Mana bu 0 bo'lishi uchun qavs ichidagi ifodamiz 1 bo'lishi kerak. Ya'ni logaritm 5 asosga 1 0 deb beradi o'shanda. Mana bu ifodani 1 ga tenglashtirib olamiz. Birlar ayrilib ketib qoladi. Bu yerdan biz ko'paytuvchiga ajratib ildizlarni topadigan bo'lsak, bitta ildizi 0, bitta ildizi 4/5 chiqib kelyapti. Bundan ham demak 0 ga tenglashtirib olamiz. Ildiz osti ifodamiz 0 bo'lsa, ildiz shu turishda bu ifoda 0 bo'ladi. X topib chiqib olib bu ko'rinishda yozyapmiz. Demak, bitta ildizi 0 bo'lyapti. Qolgan ifoda ham ildizlarni hisoblab qo'ydik, diskriminantga qo'yib, mana bu ko'rinishga kelyapti. Endi ikkalasini bir vaqtda qanoatlantiradigan kerak. Ya'ni ikkalasi bir vaqtda 0 ni qo'yadigan bo'lsak, bular ikkalasi ham 0 bo'lar ekan. Bu ildizni olib borib bunga qo'ysak, qanoatlantirmay 0 bo'lmaydi. U degan demak, mana bu 0 bo'lishi mumkin, lekin bu 0 bo'lmasa, yig'inda 0 bo'lmaydi. Bundagi ildizlarni olib borib bunga qo'yadigan bo'lsak, 0 bo'lmaydi. Buni 0 qilishi mumkin bu ildizlar, lekin bu 0 bo'lmagandan keyin yig'inda ham 0 bo'lmay qoladi. Shuning uchun ikkalasini ham qanoatlantiradigan x teng 0 degan ildizni olamiz. Haqiqiy ildizlar nechta degan bitta bo'ladi. Javobi B javob bo'ladi. 16-si. Demak, 16-si bu birinchi semana, ayni 28-fevral birinchi semanada ham tushgan. Batafsil mana bularni maydalab yozilgani bor. Kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 16 shu 15-16-savollar atrofida bu yerda ham berilgan. Men buni soddalashtirib yozib qo'ydim. Mana bu ifodamiz, demak 2025 faktorialni ko'paytuvchi olib chiqiladi. Buni 2025 faktorial ko'paytirilgan 2026-2027 ga yozib olsak, 2025 faktorial qisqarib ketadi. Bu yerda keyin 2026 qo'shilgan 1 bo'lib qoladi. 2027 lar ham qisqarib, xullas mana bu yerda 2026 qoladi. 2026 x kvadrat, 2025 x ko'paytuvchilarga ajratib, demak, ildizlarni topadigan bo'lsak, mana qavsdan plus minus 1 chiqib keladi. Bu qavsdan demak 45 kvadrat 2025 bo'ladi. Plus minus 45 chiqib keladi ildiz. Demak, 4 ta ildiz bor ekan bu yerda. Javobi D javob bo'lyapti. 17-si, 17-sida demak tenglamani yeching debdi. Quyidagi ko'rinishda berilgan. Nima qildik? Har bitta ifodaga 2 ni ko'paytirib 2 ga bo'lib oldik. Mana bu 2 ni 2x bo'ladi. 2 ga ko'paytirib olsak, mahraj 2 bo'lib qoladi. Endi men 1 ko'payilgan 2 deb oldim. Buni 2 ga ko'paytirsam 2x bo'ladi. Bu hozir yig'inda 3 bo'lyapti. 2 ga ko'paygan hisobiga 2 ko'payilgan 3 bo'lib qoladi. Buni 2 ga ko'paytiraman. 2x bo'lyapti. Bu yig'inda 6 bo'lyapti. 2 ga ko'paytsak 12 bo'ladi. 12 ni 3 ko'payilgan 4 deb olsak bo'ladi. Buni ham 2 ga ko'paytsa 2x bo'ladi. Bu yig'inda hozir 10 bo'lyapti. 2 ga ko'paytirsam 20 bo'ladi. 20 ni 4 ko'payilgan 5 desak bo'ladi. Demak, tartib mana bu ko'rinishda qonuniyat bo'yicha ketyapti. E'tibor bersanglar, demak 2 bo'lganda mana bu ifoda, bu yerda 2 turibdi, bu yerda 3 bo'lganda bu yerda 3 turibdi, 4 bo'lganda bu yerda 4 turibdi. Demak, mana bunga ham demak 4041 turganda, demak 4041 ko'paytirilgan 4042 bo'ladi. Mana shu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Bu yerdan 2x lar hamma kasrlardan oldin ko'paytuvchi olib chiqamiz. Natijada bu ko'rinish keladi.
Buni o'zini formulasi bor, ya'ni birinchi kasr bilan oxirgi kasrni ayirib tashlab yozsak ham bo'ladi. Lekin buni tushunib olishimiz kerak. Buni mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Bu 1/1 ko'paygandan keyin buni ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Buni esa 1/2 kelgan 1/3 va hokazo mana bu ko'rinishlarda yozib olsak bo'ladi. Bu yerda qarama-qarshi kasrlar paydo bo'lib qolyapti. Bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi. Hamda mana bu bilan bundan oldingisi qisqarib ketadi. Natijada birinchi bilan oxirgi kasrlar ifodalar qolib ketadi. Buni hisoblab umumiy maxraj berib ayirib o'radigan bo'lsak 4041/4042 bo'ladi. Ko'paygan 2x yoki 4041. 4041larni qisqartirib olib biz x ni topadigan bo'lsak 2021 chiqib kelyapti. Bu javobi A javobda turibdi. 18-savol yechimi, tengsizlikning yechimi bo'ladigan butun sonlar yig'indisini toping deyapti. Demak, modulli ifodani mana bu kvadrat ifodaga bo'lyapmiz. Musbat chiqish kerak ekan. Bu har doim musbat, ya'ni musbat son chiqib keladi. Musbat songa bo'ladigan bo'lsak 0 dan katta ifoda hosil bo'ladi. Shuning uchun biz mana buni 0 dan katta qilib ishlashimiz kerak. Kim bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Mana bu 0 dan katta, ya'ni qat'iy tengsizlik bo'lib turibdi. Qat'iy tengsizlik bo'lib turibdi. Demak, bu 0 ga aylantiradigan qiymatlar, ya'ni nollarni topib oladigan bo'lsak, ko'paytuvchiga ajratib qo'ydik. 2 hamda 6. Hozir mana bu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, o'shandan 2 bilan 6 ni olmaymiz. Sababi 2 bilan 6 ni oladigan bo'lsak, mana bu 0 bo'lib qoladi tagin. Ifodamiz option 0 bo'lishiga to'g'ri keladi, lekin bu qat'iy tengsizlik shartiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz mana ko'paytuvchiga ajratib oldik. 2 bilan 6 ni olmaymiz hozir tengsizlik yechimida agar 2 bilan 6 bo'ladigan bo'lsa. Buni demak joyini almashtirib to'g'rilab yozib oladigan bo'lsak, bu ko'rinishga keladi. Mana ishorasini almashtiramiz. Qarama-qarshisiga -1 ga ko'paytirib oldik deymiz. -1 ga ko'paytirdik deb shu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Xo'p, endi buni ko'paytuvchiga ajratsak, demak x + 2 x - 9 ga ajraydi. Buni tengsizlik yechimi demak -2 dan 9 gacha bo'ladi. Bu yerdan endi oraliklardan olamiz. -1 bor, bu oralikda 0 bor, 1 bor, 2 kirmaydi aytganimizdek. 2 mana buni qanotlantirgan bilan bunda 0 ga aylantirib o'radi. Shuning uchun 2 ni olmaymiz. 3, 4, 5, keyin 6 ni ola olmaymiz. Ya'ni 6 mana bu 6 bor. 7, 8. Bularni bizdan yechimi bo'ladigan butun sonlar yig'indisini toping deganda, butun sonlar yig'indisini qo'shib qo'yamiz. Demak, 15, 20 bo'ladi, 27. Bular yo'qolib ketib qoladi. 27 ekan. Javobi B javob bo'lyapti. 19-savol. Tengsizlikni qanotlantiruvchi butun sonlar nechta debdi? Mana bu tengsizlik qanotlantiruvchi butun sonlar nechta? Demak, 2 - x bu yerda ildiz ifoda har doim musbat bo'lyapti. Biz mana buni 2 - x ni qavs kvadrat deb yozib olsak bo'ladi. Mana bu har doim musbat nomanfiy son bo'lgani uchun biz mana bu ko'rinishda yoki joyini almashtirib yozsak ham bo'ladi. Agar joyini almashtirib yozsak, faqat 2 da qanotlantirishi mumkin. Shuning uchun biz 2 - x deb yozib oldik. Shu ko'rinishda yozib oldik. Buni chap tarafga, buni ham chap tarafga olib shu ko'rinishda yozib oldik. Endi ildiz 2 - x ni t deb oladigan bo'lsak, bu yerda t nomanfiy son bo'ladi. Juft darajali ildiz. Hamda mana 0 dan katta yoki teng bo'lganligi uchun buni aniqlanish sohasini olsak, x 2 dan kichik yoki teng bo'ladi. 2 dan kichik yoki teng qiymatlar qabul qiladi. Endi o'rniga olib borib qo'ysak t ni t kvadrat -5 ta -6 bo'lyapti. Ko'paytuvchiga ajratsak bu ko'rinishga keladi. Tengsizlik yechsak -1 dan 6 gacha bo'ladi. Ifodamiz har doim 0 dan katta yoki teng, -1 dan aniq katta bo'ladi. Faqat bizga mana bu tengsizligini ishlab qo'ysak yetadi. Ildiz 2 - x demak 6 dan kichkina bo'lyapti. Kvadratga oshirib demak yozadigan bo'lsak 2 - x 36 dan kichkina bo'ladi. Bu yerda x katta -34 dan bo'lib qolyapti. Mana bilan buni umumlashtiramiz aniqlanish sohasi bilan buni -34 dan katta x kichik yoki teng 2 dan bo'ladi. Bu yerdan endi biz shartida aytgan tengsizlikni qanotlantiruvchi butun sonlar nechta degan butun sonlarni hisoblaymiz. Bitta qat'iy, bitta noqat'iy tengsizlik bo'lganda ayirib qo'ysak yetadi. 2 dan -34 ayiramiz, 36 ta son, demak mana shu tengsizlikning yechimi bo'la oladi, qanotlantiradi. Javobi B javob bo'lyapti. 20-savolga qaraymiz. 20-savolda aniqlanish sohasiga tegishli nechta butun qiymati bor debdi funksiyaning. Bu yerda logaritm asosida turgan son yo 0 dan 1 gacha qiymat qabul qila oladi yoki 1 dan katta bo'lishi kerak. 0 dan 1 gacha oralikqa qo'yib tengsizlik ishlaydigan bo'lsak, bu ko'rinishga kelyapti. Keyin 1 dan katta yoki teng ishlasak, -1 dan katta chiqib kelyapti.
asos uchun demak aniqlanish sohasini oldik, x ni qabul qila oladigan qiymatlarni. Keyin mana bu mahrajda turibdi, x - 2 hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Shuning uchun bemalol qisqartirib yuborsak ham bo'ladi. Hozir bizda x 2 ga teng emas, xullas. Keyin ildiz ifodamiz har doim 0 dan katta yoki teng qiymatlar qabul qilish kerak. O'zi ildiz ifoda bo'lganda noqat'iy tengsizlik, ya'ni 0 dan katta yoki teng olinmaydi. 0 ga tengligini ola olmaymiz endi. Chunki logaritm oldida turibdi. Uchun qat'iy katta deb olamiz. Buni endi tengsizlik ishlaydigan bo'lsak, yana -1 ga ko'paytiryapmiz. -1 ga ko'paytirib to'g'rilab yozib oladigan bo'lsak, ko'paytuvchiga mana bu ko'rinishda ajraladi. Bu tengsizlik yechimi -4 dan 6 gacha bo'lyapti. Endi aniqlanish sohalari hamda tengsizlik mana bu yerda umumiy aniqlanish sohalarini biz umumlashtiradigan bo'lsak, -2 dan -1 gacha bo'ladi. Mana bu. Keyin -1 dan katta 2 gacha bo'ladi, 2 dan 6 gacha bo'ladi. Aynan shu oralikdagi mana bular, aynan -4 va 6 ning ichida bor. Hammasi bir-birini qanotlantiradi. Bu yerdan aniqlanish sohasiga tegishli nechta butun qiymati bor deyapti. Butun qiymatlarni sanaymiz. Bu yerda yo'q. Mana bu yerda 0 bilan 1 bor, bu yerda 3, 4, 5 bor. Demak, bu yerda yo'q, 2 ta, bu yerda 3 ta, jami 5 ta. Demak, butun qiymati bor ekan, javobi A javob bo'lyapti. 21 da aniq integral hisoblang degan. -pi/4 dan pi/4 gacha bu ko'rinishda ekan. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, funksiyamiz tog' funksiya hisoblanadi. Kosinus mana shu yerda hozir juft funksiya, tog' daraja bo'lgani bilan, demak x ga manfiy burchak qiymatini olib keladigan bo'lsak, musbat qiymatini beraveradi bizga. Kosinus har doim juft funksiya, shuning uchun juft, mana bu sinus esa tog' funksiya sinus o'zi tog' funksiya, darajasi endi tog' daraja bo'lganligi uchun tog' funksiyani beryapti. Umuman olganda bizda tog' funksiyani juft funksiya bo'lsak, tog' funksiya hosil bo'ladi. Ko'paytirsak ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun mana shu ifodani f(x) funksiya deb oldik. f(x) funksiya tog' funksiya deyapmiz. Qoidasi bor edi. Demak, funksiyamiz tog' bo'ladigan bo'lsa, -a dan a gacha, hozir -pi/4 dan pi/4 gacha integrallayapmiz. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, funksiyamiz tog' bo'ladigan bo'lsa, bu integralni qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu funksiya, mana bu integral, aniq integral qiymati ham 0 bo'ladi. Javobi, demak, B javob bo'lyapti. 22-savol, funksiyani qiymatlar sohasini toping deyapti. Biz buni mana bu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Buni nima uchun yozdik? Eng katta qiymatini tushunib olish uchun yozdik. Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, x ni 4-chisi -1 bo'lib qoladi. 2 ni qo'ysak, mana buni berib qoladi. Bu yerda x ga misol uchun cheksiz qiymatni bersak, katta qiymatni beraversak, mana bu 0 ga intiladi, bu esa cheksizga qarab ketaveradi. Demak, eng katta qiymat cheksizga qarab ketar ekan. Biz eng kichik qiymatni topib olsak bo'ldi. Qiymatlar to'plamini aniqlaymiz. Bu yerda hosiladan foydalanyapmiz. Hosil olib 0 ga tenglashtirsak, nima bo'lyapti? Demak, bo'linmani hosilasi bo'yicha ishlayapmiz. Mana buning hosilasi 4x ko'p bo'lyapti. Buni ko'paytiramiz. Keyin buni ko'paytirib, bundan hosil olamiz. 2x bo'ladi. Hamda mahraj kvadrat bo'lib qoladi. Buni 0 ga tenglashtiramiz. Buni demak ochib chiqib soddalashtirsak bu ko'rinishga kelyapti. Yanada soddalashtirsak mana bu ko'rinishda bo'lyapti. 2x olib chiqib olsak, demak ifoda mana bu ko'rinishga ega bo'lyapti. Mana 0 ga tenglashtirib bitta ildizni 0 ga tengligini aniqlaymiz. Bu yerda endi x kvadrat bo'yicha ishlaymiz. Endi belgilash kiritmadim t deb. B kvadrat tenglama bo'lib qoldi. Diskriminant qilib ishlasak, -1 plus minus ildiz 2 chiqib kelyapti. Buni x kvadrat bo'yicha x kvadrat ildiz deb oluvdik. Endi biz musbatligini olishimiz kerak, chunki juft darajali bo'lyapti. Musbatligini olsak, demak x kvadrat ildiz 2 minus 1 ligini olamiz. Demak, ildiz sifatida shuni olsak bo'ladi. Darajani pasaytirsak, plus minus ildiz ostida ildiz 2 minus 1 bo'ladi, lekin bizga shart emas. Mana bu yerda o'rniga olib borib qo'yapmiz. Ikkalasini ham, demak, o'rniga olib borganimda x 4-chisini hisoblab olamiz olib borishimiz uchun. X 4-chisi demak, buni kvadratga oshirsak 3 minus 2 ildiz 2 bo'lyapti. Hosil oldik. Demak, x qiymatlari chiqib keldi. Endi mana shu statsionar nuqtalarni olib borib, statsionar nuqtadagi qiymatlarni funksiyani o'rniga qo'yamiz. Eng kichkinasini olishimiz kerak. Eng kattasi cheksiz dedik, eng kichkinasini olishimiz kerak. 0 ni olib borib qo'yaman birinchi. 0 ni olib borib qo'ysam 1 bo'lib qolyapti.
Keyin endi mana bu ildiz ostida ildiz 2 minus 1 da boramiz. Plus minus qo'yishimiz kerak edi. Lekin baribir mana kvadratga oshirgani hisobiga 4-chi hamda kvadratga oshirganimiz hisobiga musbatligini ham, manfiyligini ham olib borsak, qiymat bir xil chiqib kelaveradi. Shuning uchun musbatligini yozib qo'ydik. Birinchi buni olib boraman. 4-daraja mana bizda mana bunga tengaydi. Suratni shunaqa yozaman. Qo'shilgan 1 bo'lyapti. Mahrajga esa endi x kvadrat mana bunga tengaydi. Buni olib borib qo'ysak 1 qo'shilyapti mana. Minus 1 bilan 1 ketadi. Mahraj ildiz 2 bo'lib qolyapti. Suratni soddalashtirsak 4 minus 2 ildiz 2 bo'lyapti. Suratni mahrajga bo'ladigan bo'lsak, mana bu ko'rinishni beradi. Endi mana bilan taqqoslashimiz kerak. Qaysi kichkina, qaysi kattaroq. Mana buni e'tibor bersak 1.41 desak, ildiz 2 taqriban 2.82 bo'ladi. Undan 2 ni ayirib tashlasak, taqriban 0.82 bo'lyapti. U 1 dan kichkina bo'lgani uchun eng kichkina qiymati mana buni olsak bo'ladi. Demak, funksiyaning qiymatlar to'plami 2 ildiz 2 minus 2 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Javob C javobda turibdi. U yerda endi qat'iy tengsizlik olinibdi. Biz qat'iy tengsizlikni oldik. Yechimi mana shu bo'ladi.